Hürmetli vatandaş, hazırlanı sizlerle muhakeme. Bir cümlede muhakeme, bugünkü İslah Aşkemen 21. yıl. 8. ayının 4. günü hürmetli vatandaşlar. Yukarıda harbiy işler dedik. Harbiy işler aslındaki siyasetten devamı. Yak içki siyasetten, yak taşkı siyasetten devamı. Siyaset mesele hal kılalmaganda harbiy işlerge müracaat kılış doğru kelidi. Bizden tecrübemizde harbiy işler kandak iş. Bu nime iş? Milletimizden tarihide harbiy işler bolgan idi. Yakup Bey devrede, Sabıdda Mulla Hacim devrede, Ahmetcan Kasimi devrede harbiy işler bolgan idi. Aşı meselelerini mi tüzügrek kaldırıp harbiy işler munda koludu dep de hazırgıça 70 yıl ötüp gitti. Bizden aramızda bir ziyaliyle bir parça kitap yazıp bakkallığını bilmeyimiz. Üzümüz mü kılanmadık, üzümüzün mü kolu inkenmedi. Biri bunun şerait yer ben bir günde tekibbez, oygunuz, devrge kirmegen bir millet bolsa. Belki şunun sebebinden de hürmetlik vatandaş. Harbiy işler siz bilmişsiniz, biz bilmişsek bu harbiy işler degenden bir devletin küçü işgalliği sizge bizge ma'lum. Devletinin en ilgari küçü, yani teşkillengen, kurallık teşkillengen küçü bu harbiy işler dep atıladi hürmetlik vatandaş. Harbiy işler, mesela misal kaldırgan bolsak, vakit isimli kalmadı, Yugoslavya'nın şu vaktki sabık devlet prezidenti Tito 1948 yılı sosyalizm lagırga hem Stalinga dehşetlik zerbe bergen Tito. Şunu bilen Stalin sosyalizm lagırdan Yugoslavya'nı çıkarıp etken idi. Oğlap çıkarıp etken idi. Lekin Tito bulup yaşaverdi. Aralıkta kaçan gün onu bir ziyaret kıldı. Ziyaret kılganı Seyfettin Aziz'i bilen görüşümen dedi. Şundak anladık. Lekin matbuatta bu gep yok. Şundak anladık. Seyfettin Aziz rahmetlik bilen görüştü. Görüşüple Tito'nun sözlügen sözü şundak söz boğan isken tok. Efendim Seyfettin senin askerin var mı degenik? Yok, askerim yok dese. Kolundaki hukuk nime? Dese sekretermen partiye grupsun sekretermen Abdunum rayının reisi men desem man kuruk hukuk. Askerin bulmasa bu sana kuruk hukuk. Aldaş için bir san bu hukuk ne degen iken vatandaşım. Endi chet ellik devirdi çünkü Kompartiyası hukuk kalmaydı o. Harbiy kuch degen mana mushundaq harbiy kuch hukuk harbiy kuch. Harbiy kuchun askeri kuchun bo'lmay turib hukuk o quruq gap vatandaş. O qog'ozdagi gap, eg'izdagi va'da. Quruq gap. Şunu bizden beşimizde harbiy kuch degan narsa ko'rgan, harbiy ishlar qanday qildi yezib, onu bilgan millat emasmiz. Tariximizda shu bo'lsa-mu davomlashtirib keladigan millat emasmiz. Chunki okok ko'chishib, miltiq qilib dushman bilan, mustamlikchilar bilan elishgan tariximiz va Uyg'urning vatandoshim. Şunu mu xulosalaydigan qalam. Demak, buningda biz bir ziyolilarimizdan og'rinimiz. Yani bir imkaniyet vermegen zamandan ayrılımız. Bugün endi köçeyle yukarıda köydük. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarının Tinch Okean yoki Janubiy dengiz atrofidagi harbiy bazalar o'rlashtirgan aeroplanlar soni 100ga. 100ga yetgandan bu odatdagi aeroplan emas, F-35C, F-35B, F-22C degandek mushu belgilik hammasi F-35-22 qatorliq aeroplanlar. Endi bu aeroplanlar yuqorida 5-avlod dedi. Mushunda paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizga mushu aeroplan harbiy kuchni o'rinlashtirdi. Xitoydan kelayotgan tahdidning oshkora va yoshirin qismini aytganda, oshkora tarafisiz bizga ayan mesela 25 tane aeroplanı Tayvanga vatdi deyli. Yoshirin qismini bilmaymiz, lekin hozir to'planish, Janubiy dengizga to'planishdan qaraganda, uning ustiga Yevropadan Angliya, Elizabet belgilik Avmat Zarbadar gruppasining Osiyoga kelishi, Yaponiyani dengiz porti qilib shu yerda to'xtashi ve Janubiy dengizdan aylanib o'tayotganligi balki hozir. Onun ustiga az deganda Germaniyaning harbiy parxotining bu yerda paydo bo'lishi sizni belki bütün dünyani sergaklashtirishi mumkin vatandoshim.
Bu yerda hozir Xitoyning tahdidi zodi qanchalik siz bilan bizga ma'lumlik darajasi ma'lum bo'lmagan darajasi shu yetib turibdi. Xitoy tahdidining darajasi zodi qanchalik, biroq hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Brian'ga bu darajada harbiy kuch o'rinlashtirishi va harbiy parxodlarni, boshqa aeroplanlarni sanamayli qo'ying. Faqatla F-35, F-22 degan bu aeroplanlardan 100 danaga yetganligi, Jungo chegarasi o'rinlashtirganligi bugun bitganligi bu qaltis gap. Vatandoshim, bu qaltis gap. Men shunday o'ylayman, hozirgi Tayvan vaziyatini aytganda bu qaltis gap. Harbiy ishlar. Ya'ni bundaq bir abzas va ma'no anglab qo'ying. Xos xabar. Prezident Joe Biden 59 Jungo shirkatiga mablag' chekindirish buyrug'i e'lon qildi. O'tganda 59 shirkatni jazoladi, embargo qildi degan edi. Bu embargoning ma'nosi nima edi vatandosh? Amerika şirketleri sen muşu ismi atalgan 59 şirketke meblağ salmaysan. Meblağını çekindirsen. Çünkü bu 59 şirketin hemmisi Jungo'nun harbiy taraf bilen münasebeti var şirket. Nemi dedi? Buyruk ilan kıldı bu. 8. ayının 2. günüdün başlap bu buyruk küçük ilgi oldu. İcra kılındı. Şöydünüz mü? 8. ayının 3. günden başlap bu buyruk icra kılındı. Endi hazır 12 tane aeroplanı kaçalap Karvinsi, Amatka, Asya, Tinç Okyan rayına yürüp gitti. Bu buyruk ilan kıldı. Ahırda Amerika'dan ayrılıp geçişki tayyorlik qilish Jungo. Endi hakikaten Amerika bilan bo'lgan iqtisodiy munosabat va boshqa munosabatlarda ayrılıp geçişki tayyorlik qilish. Endi ko'pchilik Amerika armiyasi qo'mondonlik ishxonasi askeri qismlarni tezlik bilan o'rinlashtirish to'g'risida so'z qildimi? Amerika armiyasi qo'mondonlik ishxonasi askeri qismlarni tezlik bilan o'rinlashtirish, balki Osiyoga tezlik bilan o'rinlashtirish. Chunki muhokamada yana bir savol qilib qopti. Sizlarga so'zlaganlikcha nima degan to'q? Hozir Jungo Afg'onistondagi xodimlarni, jungoliklarni tez chekintirishni e'lon qildi. Nayda tez dedi. Bu deganlik bu yerda urushdan darak berdi dedi. Bu urush qaysi urush? Jungo Afg'oniston Taliban bilan urushamdi yoki Taliban boshqasi bilan urushamdi? Bu to'g'rida hech qanday aniq ma'lumot yo'q. Hozir Jungoning yozuvchilarining 5 qayib ketdi vatandoshlar. Ochiqini aytganda 5 qayib ketdi. Jungoning yozuvchilarining. Mush so'zlarni aytganda hozir biz boshda nima dedik? Nayt zo'r ko'lamda harbiy kuch Osiyo Tinch okean rayoniga bo'libmi Janubiy dengizga to'planishga boshladi. Janubiy dengizga to'planishga boshladi harbiy kuch, harbiy manevr atogin boshlanadi. 4 davlatning o'rtasida harbiy manevr. Vatandoshim, aniq Germaniya qatnashamdi yo'q, Angliya Elizabet qatnashamdi yo'q, bu taxi aniq emas. Agar ularni qatnashgan bo'lsa 6 davlat mushundoq zo'r ko'lamlik harbiy manevr va mushundoq zo'r ko'lamdagi harbiy kuchning Janubiy dengizga o'rinlashtirilishi mundaq bir ehtimollikni masalan biz aytib qiyos bilan hukm qilyapmiz, faraz bilan hukm qilyapmiz. Tayvanning atrofida vaqa yuz bersa, Tayvanni darhol diplomatik taraf qilish. Ondan keyin yuqorida aytdik, Yaponiyaning tuyuqsiz o'ttirg'i chiqishi bu bir signal. Vatandoshim, mushu orliqda nima ish yuz berishi mumkin? Majumlada yana nima deyilgan mavzuda Jungo qo'rqadigan ish yaqinda yuz berdi. Bu yerda Xitoy tilida jiang deyilgan bir xat va xatning oldi qo'yilsa, cümlenin aldığı qo'yilsa bu kelgusi zamanni isbotlaydigan gap vatandoshim. Jiang degan xat bo'g'achqa oldi ma gapninki Jungoliklar qo'rqadigan ish yaqinda yuz berdi degan gap. Jiang degan xat asosan tarjima qildim, yaqinda yuz berdi deb. Nima ish? Bu yerdagi eng halqiliq masala Tayvanning atrofida vaqa yuz bersa, Tayvanni darhol diplomatik e'lon qilish. Boshda nima debdi? Harbiy kuchdimi qo'rqinchli. Ameliyatda 6. ayının 6. günü, 7. ayının 15. günü, 7. ayının 19. günü, 3 qatam Amerika Qo'shma Shtatlarının harbiy aeroplanı Tayvandagi Songshan aeroportiga, Tayvandagi Taoyuan
aeroportiga tushdi. Çünkü Kompartiyasining partiya qurilganligini 100 yillik tarbiyalash, tabriklash murosimi mush yo'ldan dag'dug'liq tabriklan. Shundaqli mush yo'ldan Cumhur Kompartiyasining hayoti va uning hayoti musofisining endi oxirlashadiganligini. Öndash belgisi shaklida qo'yganda endi oxirlashadiganligini mushu paketlar biz sizlarga hozir so'zlagan paketlar isbotlab berdi, hurmatli vatandoshlar.